TikToker Abdulloh Qoraki qo'lga olindi. Mana shu ijtimoiy tarmoqda kim o'zbek bo'lsa u davlatni men tan olmayman. Tushunmayman bu millatni. Qanaqa millat bu? Iltimos, meni kechiringlar. AQSh Eronga tahdid bilan ultimatum qo'ydi. Harbiy yo'l bilan qilish kerak bo'lsa, harbiy yo'l bilan qilamiz. Bunda Isroil juda faol ishtirok etishi aniq. Ular buning yetakchilari bo'lishadi, lekin hech kim bizni boshqarmaydi. Biz xohlaganimizni qilamiz. Nelegal 2025 reydlari boshlandi. Ogoh bo'ling. Kunning muhim va qaynoq yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev. Assalomu alaykum. Aziz obunachilar, bugun biz sizlar bilan hafta davomidagi eng qaynoq va qiziqarli xabarlar bilan gaplashamiz. Xabaringiz bor, bundan oldingi videoroliklarimizda biz sizlarga Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urushlar hal bo'lish arafasidaligi haqida xabar bergan edik. Va bugungi kunda AQSh va Rossiya delegatsiyalari Istanbulda uchrashib, Ukraina masalasini hal qilish arafasida. Agarda ushbu xabarlarimiz sizlarga qiziq bo'lsa, bemalol joylashib o'tiring. Qani unda biz boshladik. O'zbekistonning 12 ta viloyatining ob-havosi va 24 ga 7 eng oxirgi onlayn kurslari. Dollar, rubl deysizmi, rubl o'zbek so'mi deysizmi, yo bo'lmasam butun Qirg'iziston, O'zbekiston so'mi deysizmi? Konvertatsiya bo'yicha eng zo'r xabarlar ham ichida joylashgan Uzbom TV ilovasini sizlarga taqdim etaman. Play Marketdan albatta yuklab olasiz. Opisaniyada silkasi bor va o'sha yerdan yuklab olib, izoh bilan 5 ta yulduzcha yozib qoldirsangiz bas. Tez orada iPhone uchun ham ilova chiqadi. Bizni kuzatishda davom eting. Ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh nomi bilan tanilgan TikToker blogeri O'zbekistonda qo'lga olindi va unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Aslida Toshkent viloyatida yashaydigan 26 yoshli Abdulloh o'tgan yili Koreya Respublikasida bo'lgan vaqtida o'zining ijtimoiy sahifalarida millatlararo nizo keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan va diniy e'tiqodlarga ko'ra fuqarolarni kamsituvchi so'zlar bilan O'zbekiston fuqarolariga nisbatan qator haqoratli chiqishlar qilgan va u O'zbekistonga keltirilib, bir necha moddalar bilan protsessual tartibda qo'lga olingan. Keling sizlarga Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan batafsil ma'lumot berildi. Ushbu video lavhani sizlarga qo'yib bersam. Qaysi millatdansan sen? Qaysi millatdansan sen? O'zbek, qozoq, qirg'iz kim bo'lishlaringdan qat'iy nazar. Mana shu ijtimoiy tarmoqda kim o'zbek bo'lsa u davlatni men tan olmayman. Bu davlatni men tushunmayman bu millatni. Qanaqa millat bu? Dalada. Ketmonchoq dalada. Uning chiqishlari ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgach, jamoatchilikning keskin noroziligi, e'tirozlari hamda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Men Yugay Valeriy ijtimoiy tarmoqda xalqimizni haqorat qilganman. Men hammasini shu aktiv uchun qildim, tanilishim uchun qildim, lekin bu narsani hammasini tushunib yetib juda qattiq pushaymonman. Hammadan chin qalbimdan men kechirim so'rayman. Juda qattiq pushaymonman. Iltimos qolaman, meni kechiringlar, iltimos xalq. To'g'ri, mana ijtimoiy tarmoqda qilmagan ishlarim qolmagan. Aktiv uchun men davlatimizni, xalqimizni, millatimizni haqorat qilganligim uchun juda qattiq pushaymonman. Va mana shu mehnatkash xalqimizdan chin yurakdan kechirimni so'ramoqchiman. Mazkur holat yuzasidan fuqaro Yugay Valeriyga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Iltimos, meni kechiringlar. Ha, aziz obunachilar, bunday insonlar ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p. O'zlarining har xil videolar orqali chiqishlari va kommentariyalarda har xil gaplar bilan millatni va insonlarni haqoratlaydiganlar ham bor. Millatni yomoni yo'q, yomon insonlar bor deb bejiz aytishmagan. Aziz obunachilar, ijtimoiy tarmoqlarda har qanday videolarga fikr bildirish yoki video olishda ehtiyot bo'ling. Zero siz ham bu yigit kabi adashib qolmang.
Rossiya va Qo'shma Shtatlar vakillari o'rtasida Ukraina atrofidagi vaziyatni tartibga solish masalasida navbatdagi muzokaralar raundi joriy yilning 10-aprel kuni Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tishi belgilangan edi. Delegatsiya a'zolari Rossiya Federatsiyasining Istanbuldagi bosh konsulxonasiga tashrif buyurgan. U yerda ikki mamlakat vakillari elchixona muammolari bo'yicha muzokaralar o'tkazgan. Lekin Rossiya tomoni hali Istanbulga tashrif buyurgani haqida ma'lumotlar yo'q. Ammo tez orada Rossiya tomoni ham tashrif buyurib, Ukraina masalasi va urush tugatilishi bo'yicha kelishuvga erishishini kelishib olishadi. Shu orada AQSh va Eron rasmiylarining yadroviy kelishuvga qaytish bo'yicha rejalashtirilgan uchrashuvdan bir necha kun oldin AQSh prezidenti Donald Tramp Tehron uning ultimatumini qabul qilmasa, harbiy harakatlar boshlash niyatida ekanini yana bir bor ta'kidladi. Bu haqda Tramp 9-aprel kuni jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda ma'lum qildi. Tramp Eronning gullab yashnashini va buyuk bo'lishini istashini, biroq mamlakatning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymasligini ham aytib o'tdi. U shuningdek, agar kerak bo'lsa harbiy kuch ishlatishga ham va'da berdi va Isroil ehtimoliy hujumda ishtirok etishini ham aytib o'tdi. And we're going to let them thrive. I want them to thrive. I want Iran to be great. Harbiy yo'l bilan qilish kerak bo'lsa, harbiy yo'l bilan qilamiz. Bunda Isroil juda faol ishtirok etishi aniq. Ular buning yetakchilari bo'lishadi, lekin hech kim bizni boshqarmaydi. Biz xohlaganimizni qilamiz deb ishontirdi Donald Tramp. Very much involved in that. He'll be the leader of that. Eron Trampning takroriy tahdidlariga javoban AQShga qattiq javob berishini va'da qildi va Washingtonni keskinlashuvdan voz kechishga chaqirdi. Biz prezident Trampni Yaqin Sharqdagi halokatli urushga botgan yana bir AQSh prezidenti bo'lishini xohlashni tasavvur qila olmaymiz deb yozdi Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi The Washington Post gazetasida e'lon qilingan maqolasida. Siz nima deb o'ylaysiz? AQSh Eron bilan kelishuvga erishadimi yoki o'zaro jang bo'ladimi? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Bilasiz, hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasining barcha viloyatlarida migrantlarga qarshi reydlar avj olgan. Ko'pchilik dokumenti yo'q migrantlar o'z uylariga qaytib kelishga ham ulgurishdi va dokumentlari joyida bo'lgan migrantlar esa o'z ishlarini davom ettirishmoqda. Shu orada bir necha aeroport va vokzallarda reydlar o'tkazilayotgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda videolar tarqaldi. Mesh Telegram kanalining yozishicha, keng ko'lamli reydlar may bayramlari arafasida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida o'tkazilyapti. Asosiy diqqat markazi Osiyo fuqarolariga qaratilgan va shubha tug'dirganlarning telefonlari va yozishmalarini ham tekshirishmoqda. Birinchi kunda noqonuniy yurgan 25 xorijlik aniqlanib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Aeroport va vokzal atrofida ishlayotgan taksistlar ham chetda qolishmayapti. Shu bilan birgalikda Ufadagi Azon omborida ham noqonuniy migrantlarga qarshi reydlar o'tkazildi. Migrantlarni filtrlash tadbirlari davomida 117 nafar muhojir tekshirilgan. Ulardan 5 nafari Rossiya Federatsiyasida noqonuniy bo'lgani aytilmoqda. Azon ombori rahbarlari va noqonuniy muhojirlar yashagan mehmonxonani ham ma'muriy javobgarlikka tortish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Aziz obunachilar, bunday reydlardan ogoh bo'ling va dokumentlaringizga hushyor bo'ling. Zero ogohlik davr talabi. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Kunning muhim va qaynoq yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.